Assalomu alaykum obunachilarim. Mana Xudo xohlasa, bugun sizlarga mehmonxonamizni tanishtirmoqchiman. Mehmonxonamizning nomi Diyar Al Aroba Hotel. Mehmonxonamiz mana 13 etajdan iborat, balandligi mos yonida joylashgan. Mana bu mos. Bu binolar to'sib qolyapti. Bu binolarning orqa tomonida soat, haram bemalol ko'rinib turadi. Yaqindagi masofalarni ko'rib turishlar mumkin, lekin yaqinlik uchun avtobus qo'yilmagan ekan. Shuning uchun piyoda borib kelinyapti. 20 minutda Xudo xolasa yetib borilyapti. Endi men sizlar bilan hozir Xudo xolasa tanishib boraman. Xo'p. Mehmonxonamizning sharoitlari haqida, obed taomlari haqida sizlarga tushuntirib beraman. Mana zalga kirdik. Xudo xolasa obunachilar, zaldagi sharoitlari mana kirdik. Kirganimizda mana qabulxonasi. Qabulxonasi ekan. Mana kutish zallari mana hamma yo'qni ko'rsatib oshxonaga chiqamiz. 14 kunlik paket, 14 kunlik paketda 3 kun Madina Munavvarada, 11 kuni Makka Mukarramada. Mana doim aytilyapti bu so'zlarni, ya'ni eshitmaganlar uchun qayta takrorlab qo'ymoqchimiz. Hamma hozir peshin namoziga ketgan vaqtda mana bunaqa navbatchasi bor ekan, ayvonchasi. Mana bu joyda namoz o'qisa ham bo'ladi ekan. O'z namoz o'qigan joylari bor. Hamda mana chiroyli joylar qo'ygan ekan, navbatchi qilib. Hojaganlarimiz, hojonalarimiz dam olgani sharoitlar qo'ygan ekan shu joyda. Mana ko'rinishlarini mana ko'ryapsizlar. Xo'p. Bu zalini ko'rsatyapsizlar-da. Endi Xudo xolasa mana liftga chiqamiz. Liftdan oshxonaga chiqib Xudo xolasa inshaalloh bormoqchimiz. Mana liftlar. Hop, mana bu ochildi. Liftlarning ham ochilish sharoitlari yaxshi. Mana azizlar, Xudo xolasa oshxona. Erda bosasiz, oshxonaga chiqasiz. Oshxonaga kirdik. Mana hozir hammasi namoz vaqti. Namozga ketganlar. Mana bir ikkita oshxonalarni ovqatlanyapti bu joylarda. Sharoitlarimiz yaxshi inshaalloh. Assalomu alaykum. Hojigalarimiz mana xizmatdalar. Oshxonaga kelsanglar doimo xizmat qiladi. Bu qorgonlar Xudo xolasa chiroyli xizmatlar. Assalomu alaykum, yaxshiliklar. Taomlarimiz mana bugungi mastava hamda shunga mos kuchur ekan. Hop. Napkalarimiz mana, har napkalarimiz bor. Bundan tashqari mana xohlasangiz kofe, xohlasangiz choy, xohlasangiz shakarlik, mana qaynoq suvlarimiz tayyor. Doimiy suzma salatlarimiz bor. Bundan tashqari qalampirlarimiz mana salatlarimiz ham turli tuman chiroyli Xudo xolasa sizlarga maqbul keladigan salatlardan qilgan mevalarimiz mana olma bor ekan, mana bor ekan, banan, mevalar ham turadi. Ular sharoitlari yaxshi. Kelib bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizlarni Xudo xolasa qabul qilib o'zimiz olib kelamiz. Vizalarni, dokumentlarni hamma yo'g'ini o'zimiz qilamiz. Xudo xolasa efir ham quttiramiz. Xudo xolasa efirlarga ham qatnashib turishinglar mumkin. Kelinglar, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Hammalarni shu joyda kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Mana biz bilan kelgan opalarimiz tushlik taomlanishyapti. Opalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bolajon, yaxshimisiz? Qiynalmayapsizmi? Yaxshiman. Ovqatlarchi, taomlar ham yaxshimi? Yaxshi, hamma yo'q yaxshi. Ha? Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Sizlarga rahmat, tanishlar sog' bo'lsin. Biram shirin ovqat ovqatlarni. Mana. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisizlar? Qayerdansiz? Men Andijon Paxtabod rayonidan. Mana Paxtabod tumanidan Andijon viloyatidan kelgan opalarimiz, Xudo xolasa mana taomlarimiz ham o'zimizning milliy taom mana. Mastava. Salatlarimiz bor, napkalarimiz bor. Undan tashqari mana ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi? Xohlasangiz kofe damlab ichasizmi? Hamma sharoitlar qo'ygan inshaalloh. Yoqimli savol, xolajon, kech bo'linglar. Ovqatlanardik. Hop, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xudo xolasa Alloh yaxshi kunlarda ko'rsatsin. Keling birga ibodat, birga sayohatga hammalarga ro'zi nasib qilsin. Ha, xolajon, sizmisiz? Mana. Hop, yaxshi oling.
Assalomu alaykum obunachilarim. Mana obeddan pesh namozidan o'qish obedga kelishyapti. Sentrum kompaniyasini men birga kelgan hojiganlarimiz mana yoqimlishlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Yaxshi keldinglarmi? Bu amallarni bajardinglar, ha? Muborak bo'lsin Xudoyim. Obedlarimiz yoqyaptimi shuni? Mana kamchiliklar bo'lsa aytinglar. Mana o'zlarida yashayapsizlar. Mana kamchiliklar bo'lsa mana bemalol haqiqatni yoritib aytiladi. Bu yerda unaqa ko'pirtirish degan narsalar yo'q. Kompaniyamiz bilan kelishga harakat qilinglar. Xudo xolasa biz xizmatamiz. Assalomu alaykum. Xolalar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, sog' Ha, tinchmisizlar? Ibodatlar bilan charchamang. Muborak bo'lsin. Xo'p, yoqimli ishlar. Yoqimli ishlar xonalar. Mana salatlarimiz, salatlar. Mana taomlar yetib keladimi mayli? Ha? Mana hozir olib kelgan ovqatlar. Birinchi, ikkinchi ovqat har kuni bo'ladi. Shomga ham, obedga ham ertalabda shirin guruch, mana silvishli mahsulotlar bo'ladi. Shakar, kofe, silvishli mahsulotlar, hamma narsalari bor, xudo xolasa. Endi ko'p maqtamaymiz, xudo xolasa. Kompaniyamizdan kelsanglar, xudo xolasa sharoitlar. Assalomu alaykum, ota-xola. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Qani yaxshi. Yaxshi keldinglarmi? Kompaniyamizdagi oziq-ovqat mahsulotlaridan kamchilik bormi, yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Kam bo'lsa ayting. Yo'q. Hamma mamnun, xudo xolasa chiroyli. Endi onalarimizga o'tamiz. Onajonlarni ham bir qator so'rab qo'yamiz. Mana dasturxonlarga chiroyli qilib mana o'zlariga tuzashib qo'ygan mana. Mana ko'ringlar, hammasi bir xil, hammasi. Assalomu alaykum, opalar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Yaxshi keldinglarmi? Torchama ibodatlar qilyapsizlarmi? Ha, qayerdan keldingiz opajon? Namangan viloyatidan. Sizchi? Farg'onadan. Sizchi? Andijon. Sizchi? Qarang mana vodiydan hammalari mana o'rta olib bir-birlari bilan obedga chiqishdi. Oziq-ovqatdan kamchilik bo'lyaptimi? Bo'lsa aytinglar, tortmanglar, haqiqatni aytinglar. Chunki bu odamlarga nima ko'rsatmoqchi bo'lib turibmiz hozir sharoitlarimizni. Agar haqiqatda kamchilik bor deb aytaylik, hech qanaqa xafa bo'lmaydi. Ha, yaxshi. Rozimisizlar? Mamnunmisizlar? Mana Sentrum kompaniyasi keling. YouTube kanaliga olyapmiz. Butun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston dunyo ko'radi. O'shanga aytaman. Kamchilik bo'lsa aytsanglar, mana murojaat qilsanglar, bemalol qo'lga beramiz. Xo'p, yoqimli ishlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sentrum kompaniyasi bilan birga kelish hammalar rozi nasib aylasin. Xudo xolasa biz mana yerda 14 kun xizmatinglarda bo'lamiz. Aziz birodarlar, mana ayollarimiz alohida masjid namoz o'qiydigan joylari bu yerda joylashgan. Mana erkaklarimiz namoz o'qiydigan joylari, mana joy namozlari solib qo'yilibdi. Mana shu joyda endi ancha-muncha qari onalarimiz bor, xo'jakalarimiz bor. Keyingina shunamgina qiynalishib qoladi. Ancha-muncha qiynalgan vaqtda yoki bir sabab bilan bo'lgan paytda mana shu joyda o'qilaveradi. Mana sizlarga soatni yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yaman, mana ko'rasizlar. Mana shu binolar to'sib qo'yapti. Qarang mana. Haram Sharif. Endi bu yerda hozir Haram Sharif mana shu bino to'sib qo'yapti, orqa tomonida mana ko'ryapsizlar. Mana shu masjidlar bo'ladi. Yaqin uzoqmas endi. Doim hammalarni nasib qilib shu joylarga kelib ibodat qilish hammalarga ro'zi nasib aylasin. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Hamma sharoitlarni xudo xolasa imkon qadar chiroyli qilib olib yuramiz. Hali biror norizo bo'lgani yo'q. Keling ibodatga, Allohning bayatini tavob qiling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ravzalarini ziyorat qilishni barchalarga ro'zi nasib aylasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.